senin gülün sevgilin. Çoğal o'g'lingizga qarang, kelinga gul beryapsiz, menga bitta xashak ham bermagansiz. Ya, sen molmisan, senga xashak beraman. Boring. Ha, bo'ldi, kampir. Arkadan Ya, o'yla ovozing o'chsin uning. Bugun sening nima edi sevgiling, meni karachima ol. Çoğal, men sizga molman, gulni otasi romantika qilib bering. Nima edi u romantika? Hamma yoshlar qilyapti-ku, ana bunday avayam yo'q. Menda faqat bunday bo'ladi, unaqa bo'lmaydi menda. Mana. To'g'ri, o'g'lingiz bilan kelinish TikTok'ga kontent olyapti, biz ham kontent olaylik. Duo olaylik, 2 yil umring qoldimi yo'qmi? Padaringlar. Qani o'g'ling? Ajabsin. Eming bor, o'zlar ovqat qilyapsizlarmi? Kelin, ana lampochkachangizni berib turing. Nima qilyapsiz, tatajon? Molxona sveti o'chib qolibdi, padaringlar. Man up shoot and it's a toe, Çoğal, hatta bir yüzümden öpeyim. Qanday o'pay? Og'zimda nosim bor. Qanday o'pay? Kontentingga tushayotganimga jonda. Yetdim nosimni mana. Kraliçem şkeletye, Dubayski şkelet geldi. Eri keldi, eri. Ayang ko'rmasin, ayang. Çoğal, Ana ko'rdi. Ha. menga Dubayski shikoyat bermaysizmi? Yaxshi. Ya dada, o'g'limni ko'pmi puli? U menimcha xotin quli. Bo'y. Kim nima qilsa shuni qilar? Bo'kib yegin, xo'pmi? Çoğal, menga Dubayski shikoyat kelmadingizmi? Bu iranskiy shokolatingdan ham zo'r, tushundingmi? Bu sifatni Dubai Barfies degan barfilari. Sifat hozir trendga chiqdi. Hamma blogger reklama qilyapti. Bo'ldi, mana shuni yeginda maza qilgan